Olimlar va tadbirkorlarni jalb qilib, soliq bojxona siyosati va ma'murchiligi yangi bosqichga ko'tariladi. Bu haqda Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida topshiriq berildi. Assalomu alaykum. Prezidentimiz farmonlari bilan tadbirkorlarga soliq ma'murchiligida yengilliklar berilmoqda. 2025-yil 1-oktyabrdan O'zbekiston hududiga olib kiriladigan xushbo'ylashtiruvchi yoki rang beruvchi qo'shimchalarsiz oq shakarga nisbatan aksiz solig'i bekor qilinadi. 20 va undan ortiq ishchisi mavjud bo'lgan yuridik shaxslarga mol-mulk va yer soliqlari hamda ijara to'lovlari bo'yicha hisoblangan soliq summalarini 2025-yil 15-iyulda va 1-dekabrda bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlarga to'langan QQSni bir qismini qaytarishda ushbu faoliyatdan olingan daromad, tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan jami daromadni kamida 80% tashkil etishi belgilandi. Avval bu talab 90% bo'lgan edi. Har oyning 20-sanasi ayrim soliqlar bo'yicha hisobotlarni topshirish va to'lash muddati. Ammo 20-aprel dam olish kuniga to'g'ri kelganligi sababli muddat keyingi ish kuniga ko'chiriladi. Demak, 21-aprel QQS foyda solig'i, norezident daromadlardan, to'lov manbaida dividend va foizlardan olinadigan foyda solig'i, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq va foydali qazilmalar qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i hisobotlarini topshirishni so'nggi kuni. Hisobotlarni o'z vaqtida topshirgan soliq to'lovchilar barqarorlik reytingida qo'shimcha 10 ballga ega bo'lishadi. Foyda solig'i stavkasi 15%, lekin bu degani tadbirkorlar foyda ko'rsa-ko'rmasa ham 15% stavkada soliq to'laydi degani emas. Foyda solig'i obyekti va bazasi soliq to'lovchilar tomonidan olingan foyda, ya'ni daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farq hisoblanadi. Soliqni to'lovchilar jami olingan daromadlaridan emas, balki jami daromaddan chegariladigan xarajatlarni chegargan holda olingan foydadan soliq to'laydilar. Soliq qonunchiligiga asosan, agar tashkilot faoliyatini zarar bilan yakunlagan bo'lsa, foyda solig'ini to'lamaydi. Bugungi kunda foyda solig'i hisobotlarida hujjat bilan tasdiqlanmagan asossiz xarajatlar chegarilganligi natijasida 6000 dan ortiq soliq to'lovchilardan 156 milliard so'mga yaqin qayta hisobotlar olinishi ta'minlandi. O'zbekiston soliq ma'murchiligi, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hamda qator davlatlarni soliq organlari bilan doimiy tajriba almashish va raqamli yechimlarni joriy etish orqali izchil takomillashtirib kelinmoqda. Ochiq, zamonaviy va iqtisodiyot rivojiga xizmat qiladigan soliq tizimi unga bo'lgan ishonchni esa xalqaro maydonda yil sayin mustahkamlamoqda. Soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyev Cape Town shahrida bo'lib o'tgan foydani yashirish orqali soliq bazasini kamaytirish va soliqdan qochish harakatlariga barham berish masalalari bo'yicha yig'ilishda ishtirok etdi. Navbatdagi yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz ham xalqaro hamkorlik haqida. Soliq qo'mitasi muntazam ravishda katta to'rtlikka kiruvchi xalqaro auditorlik va konsalting kompaniyalari bilan hamkorlik qilib keladi. Ernst & Young Kazakhstan kompaniyasi bilan yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha xalqaro tajriba va muammolar muhokama qilindi. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston raqamli soliq islohotlari yuqori baholandi. 15-aprel kuni jismoniy shaxslarni yer va mol-mulk solig'ini birinchi yarmini to'lash muddati o'tdi. Muddati o'tgan har bir kun uchun penya hisoblanishini eslatib o'tmoqchimiz. Soliqni ikkinchi yarmi 15-oktyabrga qadar to'lanishi mumkin. To'lovlarni soliq mobil ilovasi orqali 24/7 rejimda tez va oson amalga oshiring. Soliq mobil ilovasida QR kodli cheklarni skaner qiling va xaridlardan 1% miqdorida, ya'ni 225 ming so'mgacha keshbek olishingiz mumkin bir oyda. Sunnat nomli Instagram foydalanuvchisi o'z sahifasida soliq mobil ilovasi orqali yig'ilgan 19 million so'm keshbek summasi tasdiqlanmaganligi va rad etilganligi yuzasidan video murojaat qoldirgan. Soliq xodimlari holatni o'rganganda o'zini emas, aksincha jiyaniga tegishli bo'lgan mobil ilova ma'lumotlarini videoda ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. Foydalanuvchi esa yuqoridagi talablar asosida 2 million so'mgacha yaqin keshbek olgan. Hozir jarayonda bo'lgan 1.9 milliard so'mlik
aytaylik, 309 mingdan ortiq patolochniy plintus sotib olingani ko'rsatilgan 7 dona chek o'zi ishlaydigan korxonadan urilgan. Ha, nima qilibdi? Sotib olgandir deyish ham mumkin. Ammo nega u o'zi ishlaydigan joydan 2 milliardga yaqin mahsulotni atigi 7 dona chekda bir kunda yarim soatlar chamasida birov uni 2 milliard so'm yoki ikkinchi chekda 700 million so'mni ko'rsatib katta miqdorda o'zi uchun sotib olganmi? Yo haqiqiy xaridorlarga kun davomida bermagan xarid cheklarini o'zi uchun chiqarib keshbek olmoqchi bo'lganmi? Keshbek haqiqiy xaridor uchun berilishi kerak. Savdo sohasida shaffoflikni ta'minlash va jamoatchilik nazorati orqali qonun buzilish holatlariga barham berish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish maqsadida joriy etilgan. Ammo tovar yoki xizmatni sotib olmasdan turib, keshbek olishga harakat qilingan taqdirda soliq organlari uni rad etish huquqiga ega ekanligini yodda tuting. Xaridlarni qonuniy amalga oshiring va keshbekdan foydalaning. Bugungi shular. Keyingi sonimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.